Salom odamlar, sizlar bilan Pesterboy. Bugungi videomizda biz Rummeninga haqida gaplashamiz. O'sha yangi chiqqan Rummeninga va bizning videoroliklarimizda yangilik bor. Men endi mana bu nima deydi buni selfie video bilan sizlar qarshilarda yuzlanmoqdaman. Xo'sh, Pesterboyni qiziqqanlar mana shu ko'rinishda, mana shu holatda va nihoyat mana video bilan, ya'ni selfie video bilan ishlashga harakat qilyapman. Bu meni birinchi videoyim. Like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umid qilaman. Nima deydi? Baribir hayajon bo'ladi hammada. Sababdan like bosib tursanglar, keyinchalik shu tartibda davom etishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Keyinchalik balki streamlarga ham qo'sharmiz. Gapni cho'zmayman. Bugun Rummeninga haqida gaplashamiz. Har pak kelish paytida bizga ajoyib paklarni taqdim etyapti Konami. Rummeninga mana ko'ribsizlar, mana bu Hayonep ham bor va nima ekan bu? Demi Martin ekan xullas. Bavariya o'yinchilari kelgan. Rummeningani bilasizlar do'stlar. O'sha e-futbol o'yinidagi eng kuchli hujumchi deb bilaman shaxsan o'zim. Eng kuchlisi, undan kuchlisi yo'q deb o'ylayman. Juda ham kuchli Rummeninga. Va esinglarda bo'lsa, 100 coinsdan ikkitaga boshlanishiga Carlos bilan Cafuni ushlab olgan akkauntimiz. Mana bu akkauntimiz bu o'sha Ronaldinho pakni ochganimizda eng omadli pack opening bo'lgan, shov-shuv bo'lgan. Mana o'sha Ronaldinho, Carlos va Cafular turibdi bu yoqda. 100 coins ushlab olganmiz. Ko'ramiz, balki bugun undan ham omadliroq chiqaradi. Undan omadli qanchalik bo'ladi bilmayman. Harakat qilamiz har holda Rummeningani ochishni. 148 ta o'yinchi qolgan, ikkita ochib ko'rganlar akkauntimiz egasi va bu yog'iga biz davom ettirishimizni xohladi. Sizga ham agar coins kerak bo'lsa, pastdagi yozuvlarga, ya'ni Pesterboy coins yoki Pesterboyga yozsanglar, Telegramdan men javob beraman shaxsan o'zim. Coins olib beraman yoki mana bunaqa YouTube'ga video olishimiz ham mumkin. YouTube'ga video qilish mutlaqo ekan siz akkauntingiz. Xo'sh, demak boshlaymiz do'stlar. 100 coinsdan bismillah deb boshlaymiz. Rummeningani ochishni. Afsus, 300 coinsli bo'ldi. Bundan oldin ikkita ochilgan va fotokarta uje boshladik. Bitta 100 coinsga fotoni ushladik. Yaxshi. Uje fotokartamiz bor va davom etamiz. Yana ikkita 100 coins odatimizga ko'ra 300 coinsdan boshlaymiz boshlanishiga. Yo'q. Ivan tushdi. Voy Ivan tushdi bizga. Nima deysizlar, shunaqa face bilan davom ettirganim yaxshimi yoki narigi holat yaxshimidi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Samuel Lino chiqdi. Linomi qanaqa o'qiladi bilmayman. Bizda Lino o'qiladi. Xo'p, demak, bu pakimizdagi birinchi 900 talik. Qani bismillah, bizga nimadir ber. Bizda 9900 plus qanchadir coins bor edi, 10000 coinsga yaqin bor edi va biz uni 1100 ni hozir ishlatib qo'ydik. Xo'sh, kimlar bu yerda? Fotoga o'zgarib ketdi. Hozir shuni taxmin qilib turdim. McDonald's ligadan fotoga o'zgarib ketdi. Embolo chiqdi bizga. Yaxshi. Sochlari ham imbayu. Drill Embolo. Ikkita foto chiqdi. Ikkita foto do'stlar. Yaxshi. Yomon emas. Zo'r. Yaxshi ketyapmiz. Navbatdagi 900 taligi. Bismillah ketdi. Endi sekin epik berishdan boshladi. Desam yana foto tushdi. Pulni fotolar terib olib turib, keyin sekin epik o'tamiz shekilli. Yana foto tushyapti. Highlighted karta. Bu Barselona o'yinchisi. Kim bu? Olmo ekan. Olmo tushib qo'ydi. Fotolarchida 83, 100 bo'lsa kerak bu Olmo, bilmadim yana. Yomon emas, turgani ma'qul. Ko'ramiz, balki biror anaqada sotib olishimiz ham mumkin. Bizga kerak bo'lsa. Xo'p, fotolardan 4 ta foto qolibdi, qolganini ushlab qo'yibmiz, lekin bu epiklardan hali birortasi bizga tushgani yo'q va biz davom etamiz. Qani, admin qilamiz, 3-da bosamiz. Tak 6900 coinsimiz qoldi bizda. Va yana foto tushyapti. Yana foto. Nima ham deymiz? Peshonaga yozgani, mana mashatga yozgani bo'ladi. Biz uni ortiq nimadir deb olmaymiz. Va Universe Ligadan
yoki eFootball ligami bu? Haller tushibdi. Haller. Tak. Hujumchi ekan bu. Fotolar boshladik. 115 ta o'yinchi qoldi. Bizda bo'lsa 6900 ko'ngil qoldi. Qani boshlaymiz yana. Ikki tarafmen bittada ushab turib qo'yib yuboramiz. Nima deysizlar, tushami ekan? Va bizda yana foto. Yana foto. Konami yomon aldayapti, bor yomon aldayapti. Xo'sh, Portugal ligasidan kim bu? Barreiro. Bizga Hens Rummenigge kerak. Rum kerak bizga. Mana tepkan gol bo'ladigan yigit kerak bizga. 6000 ko'ngilimiz qoldi va biz to'xtamaymiz. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi 900 talik. Shunchaki hech narsasi shunchaki ochib yubordim. Nima bo'lsa bo'ladi. Hech narsa tushmayapti. Kutilgan narsa. Rummenigge hammaga ham beravermaydi. Albatta, bu Koinami deganlar yomon. Bu safar foto ham emas, umuman hech narsa yo'q. Bizda уже o'yinchilar 95 ta qoldi. Tak, ichiga kiramiz. Tak, fotolar почти 2 tani qoldi hozir. Bu yoqdan chiqib kirib, bitta bosamiz. Qani, nimadir berar? Nimadir. Baka nimadir. Yo'q, hech narsa bermayapti. Umuman. Jinlar urib tashlasin. Va bu fotoga ham o'zgarmayapti. Fotoga o'zgarib ketdi. Yana fotoga o'zgarib ketdi. Fotolar bilan aldayapti bizni. Bailey chiqdi. Aldab tashlayapti fotolar bilan Konami. Aldab tashlayapti shunchaki. Ko'ringlar, 85 ta o'yinchi qoldi, lekin hali biror epik tushgani yo'q. Foto bir dona foto qoldi. Jin ursin. Tak, biz davom etamiz. 900 talikdan yana davom etamiz. Orqaga qaytib, ushab turib bitta bosib olamiz. Ketdik. Ber endi shunisida 3300 ko'ngilimiz qoldi xolos. Va Black Animation. Rummenigge tushgan bo'lsa ochmay qo'yamiz bu paket. Black Animation do'stlar. Bu mana varatavorni ko'rib 3 ta tushdimikin deb o'ylabman. Hens Rummenigge bizda Jin ursin. Black Animation. Bu meni faoliyatimdagi ikkinchi Black Animation. Rummenigge. Ushadik Rummeningeni do'stlar. Black Animation bilan. Va keyingisi himoyachi. Omadli bo'ldi. Black Animation chiqqani juda ham omadli bo'ldi. O'sha Martin. Qanaqa o'qilishini bilmayapman u familiyasini. Ikkalasini ham lock qilib qo'yamiz. Buni ham lock qilib qo'yamiz. Continue. Xo'p. Demak do'stlar, so'rab keldim. Bo'ldi, ochmaymiz ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Yonib qolib ketdi. Qolgan hammasini fotolargacha bitta epik qolib ketdi. Qolgan hammasini tushadi. 75 ta o'yinchi oshib qoldi Black Animation bilan. Va bularni endi hozir kuchaytiramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'sh, kiramiz. Mana akkaunt Batistutani ham ushlabdilar, keyin Odduni ushlabdilar. Egasi, akkauntimiz egasi. Malades, juda omadli akkaunt. Men 5 ketaman shu akkauntga. O'zim akkauntimga shunaqa bo'lmaydi, lekin bu akkauntga lekin zo'r. Xo'p. Hujumchilarni sekin tushirishni boshlaymiz. Pas o'yinchilardan boshlaymiz. Kim? Mana bu himoyachilar kerak emas. Batistutani o'rniga Rummeningeni qo'yamiz. Bassanini o'rniga. Va bu yoqda mana Martinni qo'yamiz. Palmerni o'rniga. Xo'p. Himoyachi adashmasam bu akkauntga kerak emas ekan, mayli. SMF'da ham o'ynab qo'yadi bu. DMF'da o'ynab qo'yadi. Xo'p. Hozir Rummenigge bilan buni kuchaytirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib shu Martindan boshlaymiz, oxirida Rummeningeni ko'ramiz statlarini qanaqa ekan. Xo'sh. Demak, level training
trenerlarimiz yetadi. Xo'p. Biz 2 bo'ldi. Va booster crafting qilamizda. Taxminiy boosterlardan bitta beramiz. Bu kerakmi tushyapti. Himoyachiga bu kerak, nima kerak bu? Hozir bunga qaytamiz, rumni kuchaytirib olaylik, rum kerak bizga. Auto select qilamiz. Shuni bosib o'ramiz. 105 bo'ldi rumeningi. Agar bunga striker instinct tushib qolsa, juda ham ulug' ish bo'lgan bo'lardi. Davay, striker instinct. Arial tushyapti. Agility Arial. Arial ham yomon emas. O'sha havodan kelayotgan to'plarni yutib chiqish, agility ham shunaqa. Lekin mana bu yerda ko'ryapsizlar, headingni kuchaytirib yubordi. Bizga bu kerak emas, bizga striker instinct kerak. Rumeniyaga striker instinct kerak. Shuning uchun yana bitta berib ko'ramiz. Bitta qolgan boostimizni. Yo'q. Bunga bermaymiz. Qaranglar. Onga bitta berib ko'ramiz. Bol kerak tushib qoldimi bolaga? Keyin bu yoqdan o'yinchilar sotib yuboramizda, u baratarni tushib qoldi mana. O'yinchilar sotib yuboramizda, keyin Rumeniyaga boshqa boost beramiz. Xo'p, bu yoqdan biz tushgan o'yinchilarni sotib yuboramiz hozir. Bizga boost kerak. My teamga kiramiz. 2 ta o'yinchi bor. Selection. Sorry xalq. Pastga tushamiz. Eng pastlardan turib sort qilib turib, mana bu to'g'ri raytni tutgan o'zi. Tanlashni boshlaymiz. Do'stlar, shu joyda Black Animationga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, bu videoni yangi ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna ham bosib qo'ying. Meni kanalim pack openinglar uchun emas, aslida PESda o'yiningizni rivojlantirish uchun foydali videolar chiqarish bo'yicha men faoliyat yuritaman va siz uchun foydali videolar hali oldinda bo'ladi. Shu sababdan kanalga obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tak. O'yinchilarni sotib olishni boshladik. 67 ta o'yinchini shu tanlab bo'ldik. Fatalarni ham sotib olsak, bizga adashmasam rumga striker instinct bergani yetadigan boost chiqadi. Striker instinct beramiz va rumni 106 qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasa mendan emas. Xo'sh. Sekin o'sha fatalarga yetib keldik. Fatalar sotib olamiz, kerak emas bizga. Hop, Olmoni ham sotib olamiz. Release qilamiz. 28 ta selection boost beryapti. 28 ta os, yana o'yinchi sotishga majburmiz hozir. Kim sotsa bo'ladi? Kuchaymaganlar bormi? Hammasi kuchaygan ekan. Menimcha markolar kerak emas. Mana hujumchini ham o'ynatmayotgan bo'lsa kerak. Rashford qolsin, Carvajal qolsin, Marmush hop qolsin. Mana Matteo Politano ham kerak emas menimcha. Bu kerak emas o'yinchilar sotib olamiz. 20 ta, 40 ta. Tak, Rabiot ham kerak emas. De Gea ham kerak emas menimcha. Xo'sh. Action, release. 28 ta. Tak, sotamiz ularni. Qancha boost bo'ldi bizda hozir? Booster crafting 95 ta. Voy, jala xudo, bitta boost yetmay. 5 ta boost yetmay qoldi selection. Xo'sh, unda bunday qilamiz. Kontraktga kiramiz. Nominating kontraktga o'yinchi olamiz hozir. Nominating kontraktga o'yinchi olib turib, uni sotib olamiz. Tak. Oxiridan misol uchun mana shu 4 yulduzli bitta olaylik-da. Sign qilamiz. Olib turib sotib olamiz, keyin rumga boost beramiz. Striker instinct boostni bersak, rum kuchayadi. Release. Voy, 4 ta berar ekan. Jalla quttuq. Besh yulduzli olamiz ekan. Mana shu 5 yulduzli olamiz. 4 ta berar ekan 4 yulduzli o'yinchiga. Xo'p. 5 yulduzlini olib release qilib yuboramiz. Bu ham 4 ta berar ekan. 4 yulduzga ham 5 yulduzga ham 4 ta berar ekan jigarlar. Men noto'g'ri hisoblabman. 4 yulduzli olib kerak ekan qarashini. Tak, mayli, endi donatorskiy akkauntga qiziq emas u. Xo'p.
Mana shuni ham sotib olamiz. Bular bu yerdan sotib olmaydi. Yomon chiqyapman. Hop. Bu yoqqa kiramiz. Bu yoqqa kiramiz. Pastroqqa tushib turib sotib olamiz jigarni. Release. Go. Hop, bo'ldi. Bizda 104 ta boost bor. Selectiondan, o'shandan Striker Instinctni hozir beramiz jigarga. Selection 103 degan va Striker Instinct bilan bu offensivlar kuchayadi. Heading pasayar ekan va acceleration kuchayar ekan. Yaxshi. Striker Instinct go. 105 Rumeninga. Statlari yomon emas. O'ta baquvvat. 92, 94 finishing. Buni hozir boshqacharoq kuchaytiramiz. Bu bo'lmadi bizga bu. Buni boshqacharoq kuchaytiramiz. Xo'p, mana undan olamizda. Buni olib turib 10 ta. Tak, bunga bitta beramiz. Bunga bitta beramiz. Qaranglar endi. Hali ham 105, lekin monostat yomon. Hop, 90 awareness, ya'ni hujumda aqlliligi 90. Ball control, dribbling, tight possessionlar 85, 86, 82 yaxshi. Finishing 95 bo'ldi. 85 kurl va 100 tezlik bor. 100 tezlik. Acceleration 96. Qolgani statlar endi bilasizlar Rumeningani. Zarba ham 92, yomon emas. Double touch, cut behind hammasi bor. O'zim ham ochmoqchi edim, afsuski yaqinda Ronaldinho ochganim uchun menda hozircha bunga imkoniyat yo'q va yana kelishini kutib qolamiz. Va mana shu joyda videomiz yakunlanadi. Sizlarga ham shunaqa pack openinglar kerak bo'lsa, Telegramdan Pesserboy murojaat qilinglar. Albatta o'zim ochib beraman. Coinni o'zi kerak bo'lsa o'zimni ham olib beraman. Har qanaqa xizmatlarimiz mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi pack opening yoki oddiy videolarda ko'rishgungacha yangi bo'lsa obuna bo'ling, like bosing videoga. Rahmat.